Assalamu alaykum. German tilini öğretken dostlar yaxşımısızlar? German tilini səbirinizlər yaxşı ketib baramdı. Bu ikinci dialogumuzda men sizlarga german tilida ismimizni yoki familiyamizni harf qanday deb beramiz, qanday ahvollarda bunday qilishga to'g'ri keladi deganni o'rgataman. Ya'ni germanchasi buchstabieren, buchstabieren. Bu so'zni cho'qim yodlab olinglar. Endi oddiy bir dialogga qarab o'taylik. Bu Anna ismli birisi bilan mening aramda o'tgan bo'lgan dialogga qaranglar. Hallo, ich bin Anna. Wie heißt du? Yaxshimisan? Mening ismim men Anna. Sening isming nima? Men javob beribdiman. Ich heiße Ayşemgül. Wie bitte? Anna tushunmay, wie bitte? Qanday? Nima dedingiz deb qayta so'rabdi. Men asta javob berishga tirishibdiman. Ich heiße Ayşemgül. Ich buchstabiere A Y S H E M G U L. Anna endi tushunibdi, shuni bilan danke, ya'ni rahmat debdi. Men bitte arzimaydi debdiman. Ya'ni shunda dialoglar ichida uchraydi demakchi, ya. Qizil rangli qilib qo'yganim ko'rdinglarmi? Ich buchstabiere. Shuni beklaysanlar, tutvilanglar. Endi ikkinchi dialogni men Shig'itda degan kitobniki birinchi kitobdan tanlagandim. Sal uzunroq dialogga ama qarab o'taylik. Bu telefon ko'rishishi, bu B kishi telefon qildi va boshqa birisini surishti qilish uchun. A kishi, ya'ni Valentina ismli bir ayol telefonni oldi va javob berdi, qaranglar. Firma Mikrolab. Valentina Schwarz. Guten Tag. Ya'ni Mikrolab firmasi. Men Valentina Schwarz. Yaxshimisiz? Telefonu urgan kişi de, B kişi deydi ki, Guten Tag, mein Name ist Costadino. Ist Frau Bär da, bitte? Yani, yaxshimisiz? Mening familiyam Costadino. Frau Bär, yani Bär Hanım barmi? Deb so'raydi. Telefonu olgan Valentina, Guten Tag, yani yaxshimisiz deb turib qoldi. Chunki u odamning ismini aniqlay olmadi bu yerda. Shuni bilan u kishi dedi ki, Costadino. Ama yine anqıralmaganken Entschuldigung, wie ist Ihr Name? Kechiring, sizning ismingizni qanday yozaman, ya'ni qanday deydi deb qayta so'rdi. Shuning bilan Costadino, ich buchstabiere. Yani bu kishi dediki, familiyam Costadino, men sana buchstabiere, harf deb beray dedi. Shuning bilan K O S T A D I N O V. Yani harf so'zlab berdi. Shuning bilan Anın telefondaki Valentina andan bunu bilaledi. Ya, Herr Costadino, einen Moment bitte. Yani düşündüm Costadino efendi, birden saklan. Yeni geldi dedi ki, Costadino efendi, siz telefonda bağımı keçirin. Evet, ayakaranlar. Tut mir leid, keçirin. Frau Bär ist nicht da. Yani Bär Hanım bu yerde yokken. Şunu da Costadino dedi ki, ya gut, vielen Dank. Düşündüm, köp rahmet dedi. Şunu bilen Valentina dedi ki, auf Wiederhören, Herr Costadino, auf Wiederhören. Yani, gelim kurup gitti. Uzunroq dialog tanlab etibdiman, bir qatam qayta o'qib etaylik. Firma Mikrolab, Valentina Schwarz, guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Costadino. Ist Frau Bär da, bitte? Guten Tag, Herr Costadino. Entschuldigung, wie ist Ihr Name? Costadino, ich buchstabiere. K O S T A D I N O V. Ja, Herr Costadino, einen Moment bitte. Herr Costadino, sind Sie da? Tut mir leid, Frau Bär ist nicht da. Ja, gut, vielen Dank. Auf Wiederhören, Herr Costadino. Auf Wiederhören. Yani bu diyalogumuz bu şekilde tügedi. Yani ich buchstabiere degan ügünvasanlar en mühim yeri. Endi bu ikki dialog orqali men sizlarga nimani o'rgatmoqchi desanglar, german tilida ismlarni, ya'ni harf deb berishning, harf shaklda deb berishning ikki xil usuli bor. Birisi german tilidagi normal 30 harf bor o'rgangan. Eng dastlabki videolarda shu 30 harfning o'qilishi bo'yicha deb bersanglar to'g'ri shaklda bo'ldi. Yana bir xil usuli, masalan, turk tilida turklar shaharlarning ismi orqali deydi. Mesela Bursa'daki B deb, xuddi biz Almadagi A deb o'rganganga o'xshash. Bularning shu shaxs ismlari orqali tushuntirilishi bor. Ama bu A1 seviyaga sal og'ir keldi menimcha. Hozircha buningga mushta ismlar orqali masalan
Antondaki a degenge o'xshash ifodalash bor ekan deb bilib olsanglar ham bo'ldi, ammo ishlatishga bek aldirab ketmanglar. Faqat german tilidagi 30 harfni pishiq o'rganib olsanglar, o'qilishni to'g'ri shaklda o'rganib olsanglar, menga o'xshash ba'zida ingliz tiliga aralashtirib qo'ymasanglar, eng to'g'risi, eng yaxshisi shu. Ya'ni german tilidagi 30 harfni to'g'ri o'qilish orqali bu xitob yig'in qilib bersanglar bo'ldi demoqchi. Amsa bu videomiz mushagicha bo'lsin. Keyingi video chiqishgacha aman bo'linglar. Auf Wiedersehen.